Ağrısaydı bir çaptaman var, çıday almasaydım da. Oy beylep, her iki mahal karbam ipazın şeydim. Anış tamam ağrısı, anış yerge çağırıp kolumu kısıp çıday alma oy beylep kalaydı. Anı can olayat bağlaştı manaya kip durman, şifat oldum mu? Biraz korkunçluğunuz ekan? Yok. Men Samarqand viloyati Nurobod tumanidan Ismo'bekboy Farruh Sa'dullayevich 1984-yilda tug'ilganman. Men ishshahli nervi bilan ancha joyda davolanganman. Necha yil og'ridingiz? Bir 7 yil og'ridi. Shu anish tomonda joqni to'liq oldirganman. Shundan keyin oxiri bitta tishda qolganda joq tish qolganda shuni bitta oldirib, shundan keyin boshlandida. Og'risaydi bir chap tomonim og'rib chiday olmasaydim-da. Oy bo'ylab har iki mahal karbamipazin şeydim. Karbamipazin içip durup akal fikir qilib turaydi, baribir yana og'risaydi. Bir akalog'amdan keyin haftadan ko'proq qo'yaydi, yana boshlasaydi. Shu jog'imda shu og'riq zo'r edi, chiday olmasaydim. Yüzü qaysi tomondan og'riydi ko'rsating? Ana shu tomon og'risi, ana shu yerga chog'irib, qo'limni qisib chiday olmay o'ylab qolaydim. Oldin qayerlarda davolangansiz? Oldin mana Samarqand Pasirg'amda davolanganman. Oldin keyingisida yaqinda o'zimizning Samarqand Nurobod tumanida davolanganman. Ishshahli nervi bo'yicha. Andijon viloyati Baliqchi tumaniga kelib turman, shifat oldim. Biraz korkunçluğunuz ekan? Yo'q. Birinchi og'ruvda jimirda boshlab zo'raydi. Keyin shundan keyin chidolmay qolaydim. Parvardigorim, ana shu yotgan bemorlarimizga ham sog' salomat o'ynab kelib bola chaqalarni oldiga, yor birodarlarni oldiga, ey Parvardigorim, ana shu doktor akalarimizga ham kuch-quvvat ato etdi. Ana shu yerda ishlayotganlar hammasiga o'zing panohingda asrang, ey Parvardigorim. Seni shen o'tirib so'raymiz. Allohu akbar.